Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen hozir bu so'zlarni eshitayotgan bo'lsang, bilgin, bu tasodif emas. Balki ichingda aytolmagan darding bordir. Balki charchading. Balki sukutda sabr qilyapsan, lekin unutma. Alloh seni ko'rib turibdi. Hayot ba'zan og'ir bo'ladi. Rejalarimiz buziladi. Kutgan javoblarimiz esa kechikadi. Va biz o'zimizga savol beramiz. Nega aynan men? Lekin bil, Alloh hech qachon bandasiga zulm qilmaydi. U faqat bandani tarbiyalaydi. Chunki Alloh biladi, sen ko'tara olasan. Qur'onda shunday deyiladi. Albatta, har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Bu tasalli emas, bu va'da. Agar bugun qalbingiz qilayotgan bo'lsa, bu iymonsizlik emas, bu sinov. Va sinov faqat qadrlangan bandaga beriladi. Namoz og'ir kelayotgan bo'lsa ham uni tashlama. Duo qilayotganda ko'zlaring yoshlansa ham to'xtama. Chunki har bir aytilgan so'z eshitilmoqda. Bugun yiqildingmi? Yana tur. Bugun charchadingmi? Yana sabr qil. Chunki seni yaratgan zot seni sindirish uchun emas, seni kuchli qilish uchun sinayapti. Har bir sabr o'sish, har bir og'riq tajriba, har bir qiyinchilik yangi bosqich. Sen yolg'iz emassan. Balki odamlar ketgandir, lekin Alloh qolgan va u yetarli. Balki bugun tushunmaysan, lekin ertaga ortga qarab yaxshi bo'libdi deysan. Agar hozir yuragingda ozgina bo'lsa ham yengillik paydo bo'lgan bo'lsa, bil, bu so'zlar bejiz emas edi. Sabr qil, oldinda yaxshilik bor. Agar bu video senga foyda bergan bo'lsa, agar bir lahza bo'lsa ham o'ylantirgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'y. Bu yerda shunday chuqur ma'noli, sifatli va professional motivatsion videolar muntazam joylab boriladi. Agar sen bu kontentning davom etishini xohlasang va uni rivojlantirishga o'z hissangni qo'shmoqchi bo'lsang, donat orqali qo'llab-quvvatlashing mumkin. Video tayyorlash vaqt, mehnat va sifat talab qiladi. Donat uchun karta raqami tavsifda.